Bo'stonliq tumani Qoranko'l qishlog'i o'zining betakror tabiati, musaffo va salqin havosi bilan boshqa hududlardan ajralib turadi. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, ya'ni bu bug'ular fermasi. Va bugungi dasturimiz orqali ham maqsadimiz aynan mana shu ferma haqida biz batafsil sizga ma'lumot berish. Assalomu alaykum, xush kelibsiz ko'rsatuvda xush ko'rdik. Agar tayyor bo'lsangiz, unda ketdik. Toshkentdan uncha uzoq bo'lmagan bu maskan shahar shovqinidan charchagan inson uchun haqiqiy dam olish go'shasi hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, tog'li hududlardagi havo kislorodga boy bo'lib, inson salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qoranko'l atrofini o'rab turgan baland tog'lar va chuqur daralar hududga o'ziga xos manzara bag'ishlaydi. Ushbu tabiiy shakllanishlar millionlab yillar davomida yuzaga kelgan bo'lib, geologik jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Tog' yonbag'rilarda uchraydigan turli hayvonot va nabodot olami tabiat tarixidan so'zlab beradi. Bu yerda turli xil dorivor o'simliklar, yovvoyi butalar va qushlar uchraydi. Ayrim joylarda tabiatning deyarli o'zgarmagan holda saqlanib qolgani esa hududning ekologik tozaligini ta'minlab turibdi. Bu yerda sanoat korxonalarining yo'qligi tabiatning sof holda saqlanishiga xizmat qilmoqda. Shu bois bu maskan nafaqat sayyohlar, balki tabiat ixlosmandlari uchun ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bu hududning yana bir o'ziga xos maskani esa bug'ular fermasi hisoblanadi. Bu yerning oddiy hayvonot bog'idan farqi shundaki, aynan bu yerda siz hayvonlar bilan ochiq tabiat qo'ynida bevosita muloqotda bo'lasiz. Shu bilan birgalikda esa bu hududning eshigi barcha sayyohlar uchun ochiq. Bilasizmi, bu yerga keluvchi sayyohlarning aksariyat qismini yosh bolalar tashkil etadi. Shu o'rinda esa bu yerning qonun qoidalari haqida ham qisqacha eslatib o'tmoqchi edim. Ya'ni bolalar bu yerga nazoratchisiz, ya'ni hamrohlarsiz qabul qilinmaydi. Shu bilan birgalikda esa ota-onalar bilan kelgan bolajonlarga esa, hurmatli ota-onalar, aynan farzandlaringizga e'tiborli bo'ling, chunki hayvonlarni har xil ovqatlar bilan, har xil yemaklar bilan ovqatlantirish mumkin emas, qat'iyan taqiqlanadi. Bundan tashqari esa har xil predmetlarni ularga uloqtirish, hayvonlarning jahlini chiqarish, tinchini buzish, bular hammasi qat'iyan taqiqlangan. Shunchaki keling, farzandlaringiz bilan maza qilib, tabiat qo'ynida dam oling. Mutaxassislarning fikricha, Qoranko'lning salqin iqlimi va tabiiy ozuqa manbalari bug'ularni parvarishlash uchun eng maqbul sharoitni yaratadi. Tog'li relyef va ekologik tozalik esa ularning sog'lom o'sishiga xizmat qilmoqda. Bu yerda bug'ular sun'iy muhitda emas, balki tabiatga yaqin sharoitda boqilmoqda. Shu bois ularning xulq-atvori ham tabiiyligicha saqlanib qolgan. Bu holat esa fermaning asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi. So'nggi paytlarda ko'ryapmanki, bu yerga adashmasam, ilk ochilganda bir shunchaki aylanishga kelgan edik, o'zgarishlar juda katta. Juda to'g'ri gapingiz. Mana biz Aleniya fermada joylashganmiz. 1,5 soat Toshkentdan poytaxtni o'rtasidan, ya'ni Amir Temur xiyobonidan Sho'tgacha 1200 metr balandlikda sathida joylashgan. Bu kek fermasi. Bu yerda mana 5 yil, 6 yil bo'lyapti. Bir Baxtiyor aka degan Sho'tni Aleniya fermaning rahbari mana Sloveniyadan va Slovakiyadan olib kelganlar. Bu hududda Aleniya va Layndan tashqari lama, poni, tuyaqush, yovvoyi echkilar, quyonlar va boshqa kabi hayvonlar shu yerda bordi. Ochiq havoda mana juda katta hudud. Kechqurun bilan chiqib ketishadi tepaga, tog'ning tepasiga, o'sha yerdan keyin ertangizga ertalab soat taxminan ularni ham bir anaqasida biologik anaqasi borki, kelib 9:30da mana mehmonlar keldi, bizga ovqat beradi deb
tepadan tushishadi. Juda katta o'zgarishlar boshida mana bu yerda 5-6-yildan bir ilk bor ochilishidan biri shu yerda kelamiz. Men o'zim gidman shahar bo'yicha va Toshkentning tog' bo'yicha ishlaymiz. Mana bugun o'quvchilarni bu yerga olib keldi. Mana hammasi ochiq havoda yurib, aylanib, dam olib ketilyapti. Juda o'sha paytdan 3 yil, 4 yil, 5 yilda jarayoni ichida katta o'zgarishlar bo'lgan. Bu yerga bo'lgan talab qay darajada ortyapti? 95-yildan beri shu turizm sohasida ishlayapmiz. Oxiri 5 yil, 6 yil ichida gidman. Shu yerga mana kelib, nafaqat bizani mahalliy turizm kundan kunga bizani muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga urg'u beryaptilar, faqat nima deydi, kelayotgan chet ellar emas, ya'ni bizani mahalliy turizmga ham ahamiyat beringlar. Toshkentliklar tarix bilinglar, Toshkentliklar Samarqandga borsin, Samarqandlik Buxoroga borsin. Va yana undan tashqari mana oxirgi paytda 2 yil, 3 yil ichida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana shu jarayon tog'ning atrofida Chimyon dahasida katta mana mehmonxonalar, hostellar qurilyapti. Talab kundan kunga ortyapti. Bota xodimlari, ya'ni mavsumga qarab qizil sabzi, karam, qo'shimcha oziq-ovqat beriladi. Jonivorlar o'zi bu yerga qanday moslashtirilgan? Juda gapingiz to'g'ri. Boshida ozgina qiyinchilik masala bo'ldi. Rus tilida aytganda akklimatizatsiya, ya'ni moslashish jarayoni sal murakkab bo'ldi. Aylingdan kichkinagina lan deymiz. Lalla sal odamlardan qo'rqardi. O tepadan tushmasdi tog'ni bag'lardan. Mana borib kundan kunga o'zini o'yidek, o'zini o'sha mamlakatdek his tutishyapti. Demak, gaplaringizdan angladimki, bu jonivorlar to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga keltirilmagan, balki ozginaga o'sha adaptatsiya qilinib, moslashtirilib, sekin-sekin hududlardan keyin bu yerga kirgizib kelingan. O'sha ko'payish jarayoni qanday kechyapti bu yerda? Bularga shunaqa joy, shunaqa mos keldiki, o'zini xuddi vatandek his tutishyapti. Mana o'ng tarafda kichkinagina bir havza deymiz. Biz endi bilmasdan bu yerda shu ishlayotgan xodimlar chiroyli qilib atroflarni haligi marmar anaqasida qurib berishmoqchi bo'ldi. Mutaxassislar keldi, yo'q, bular o'zini bunaqa zamonaviy basseyn, zamonaviy havza kerak emas. Bular o'zini xuddi o'zini o'sha yurgan mamlakatlar, o'sha o'rmonda yurgan joylarga o'xshab, iflos kir bo'lib, boshqa bo'lib, deb shu joyi qoldirishdi. Shu yerda cho'milib, boshqa qilib, o'zlariga shu yerda maza qilib ochiq havoda ko'payib, bolalar tug'ib yurishibdi. Va eng asosiy savol, bu bug'u va kiyiklarni bu yerga olib kelishdan maqsad nima? Yevropa dollarida bug'ini go'shti juda qimmat, 20-25 yevrodan iborat. Undan tashqari moy oylarida, bahorda, aprel tong bo'lgandan keyin bug'ularni atroflarida, kiyiklarning atrofida ma'munda kichkina bir pant degan o'sadi, bir 8-10 sm. O'shalarning shoxi o'rtasida. O'shani qirqib olib, farmakologiya dori sifatida juda katta ahamiyatga ega narsa bor. Mana shu yerda shu narsa bor. Yil 12 oy, ya'ni qishda, bahorda, yozda va kuzda doim kesayish shu yerda tayyor, lekin ko'pincha yozda issiq bo'lib ketadi. Deyarli mana bahor fasli juda bir munosib. Hamma taraflama shu yerga kelib hayvonlarni ko'rib ketishadi. Men o'tgan haftada ingliz zabon mehmonlarni olib keldim. Undan oldin yana ham Chexoslovakiyadan, Chexiyadan kelib ketishdi. Bular olib kelib ko'rib ketdi, bularni juda mamnun. Mana shunaqa joyda tabiatni ko'rindi, shunday narsalarni boqib ana qilishyapti. Bug'ular mag'rur va tabiatan juda go'zal. Aksariyat hollarda ular tinch, osuda va biroz sovuq o'lkalarni xush ko'radigan jonivor sanaladi. Qoronko'l darasida esa yoz mavsumida harorat ancha past, ya'ni 20 darajagacha issiq bo'ladi. Kuz mavsumi quruq, qishi esa sovuq keladi, ya'ni harorat -15 darajadan ham past bo'lishi mumkin. Lekin bahor yomg'irlar mavsumi hisoblanadi. Ana shunday tabiiy sharoit tufayli ham balki bu maskan noyob jonivorlar uchun mos keladigan hudud deb topilgan. Mana shu signalni eshitishi bilan tog' ustidan aynan bug'lar pastga tushar ekan. Shu bilan birgalikda esa yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchi edik. Bu yerda hozir ko'rib turgan ana yugurib kelishyapti yo'da. To'g'risini aytsam, bu yerga kelganimizda nega bug'lar soni bunchalik kamayib ketgan ekan degan bir savol bilan murojaat qilganimizda aynan ular chunki ovqatlanib bo'lib yana tepaga chiqib ketar ekan. Chunki hozir ular ayni ko'payish mavsumi hisoblanadi.
Yana bir oydan keyin mayga borib ular bolalaydi. Bu paytda esa ular inson ko'zidan birozgina panaroqda yurishadi va mana bu yerda mana sanoqli bo'lgan bug'lar esa ular allaqachon bu yerga kelgan barcha sayyohlarning qo'lidan tomlanib o'rganishgan. Shu sababli bular insondan cho'chimaydi unchalik va bu yerda sanoqli bir 5-6 ta, 7 ta, 8 tacha bor. Hozir esa biz ularni yana birgalikda ovqatlantirishga harakat qilamiz. Kelinglar, ey! Kelinglar. Xodimlarning maxsus hushtaklar bor. Bu ham qaysidir ma'noda ularga signal va mana shu hushtaklar orqali ham barcha kiyiklar tog'dan tushib kelishar ekan. Va yilda bir marta ular shox tashlashadi. Yilda bir marta, mana o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, bu ham eng katta bug'alardan bittasi. Shox tashlagan, shox esa endi chiqishni boshlayapti. Bu shoxlar esa farmatsevtikada maxsus foydalaniladigan shoxlardan biri hisoblanadi. Ya'ni dori-darmon tayyorlashda kerakli bo'lgan shoxlar va aynan ular shoxlarni tashlagandan keyin undan bemalol foydalanish mumkin. Ya'ni bug'ularga hech qanday ularning zarari yo'q. Abu Ali ibn Sino asarlarida bug'ular shoxi shifobaxsh xom ashyo sifatida alohida tilga olinadi. U inson organizmini quvvatlantirish, yoshartirish xususiyatiga ega bo'lib, tarkibida turli kasalliklarga qarshi malham bo'la oladigan moddalar mujassam. Bugungi kunda ham bu qarashlar o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Xususan, Oltoy o'lkasidagi bug'uchilik xo'jaliklarida har yili aprel-iyun oylarida bug'ular shoxi qirqilib, yangilanadi. Bu jarayon ilmiy asosda amalga oshirilib, hayvonlarga zarar yetkazmasdan tashkil etiladi. Shu bilan birga Yevropa davlatlarida bug'uchilik chorvachilikning muhim tarmoqlaridan biri sifatida rivojlangan. Bo'stonliq tumanidagi ushbu qo'riqxona hududida tashkil etilgan bug'ular fermasi ham bu borada ijobiy natijalar bermoqda. Oxiri ursangiz ham kelishar ekan. To'qqiz oy deganda ular bolalashar ekan. Kuzda esa erkaklari juda ham agressiv bo'lishadi. Albatta ularda ham rashk bor, ayollarni qizg'anishadi, hattoki mutaxassislarning aytishi bo'yicha bug'ular orasida ayollarni bir-biridan himoya qilib, hattoki bir-birini o'ldirishgacha olib kelgan ekan. Yumshoqqina. Kiviga o'xshar ekan-chi, mana yumshoq ekan shoxi. Hayvonot bog'ida bug'ularni tomosha qilish insonga o'zgacha bir zavq bag'ishlasa, mana shunday tabiat qo'ynida ularni nafaqat ko'rish, balki ularni o'z qo'llaringiz bilan boqish insonga yanada o'zgacha bir zavq bag'ishlaydi. Bo'ldi. Hozir esa hammanglarni boqamiz. Hammaga yetadi. O'chirtga turib olinglar, navbat bilan. Tushunarlimi? Bir kunda necha mahal bularga ovqat beriladi? Bahor, yoz oylarida 2 mahal beriladi. Qishda 3 mahal, 4 mahal ovqatlari beriladi. Nega bu tabiat qo'ynidagi maysalarning o'zi yetarli emasmi? Maysalarning o'zi yetarli bo'lmaydi. Undan tashqari shu bug'doy, suli, makka jo'xori shunaqa ovqatlaridan beramiz. Undan tashqari o'zini maxsus ko'rimlari bor. O'shalar beriladi. Qo'shimcha bularga vitaminlar ham beriladimi? Vitaminlar beriladi. Va bilasizmi, bir narsa meni hayron qoldirgan narsa shu bo'ldiki, aynan maxsus bir hushtaklar orqali
Bularni, ya'ni ovqatga chaqirish. Buni qanaqasiga o'rgatgansiz? 1,5 yil mobaynida sekin-sekin astalik bilan hushtakka chalib o'rgatilgan bular. Har kuniga ovqat beriladi. O'sha ovqat berilgani hisobiga kelib o'zlari o'rgangan o'sha narsaga. Bularning fe'l-atvori qanaqa? Ko'paygan paytda agressivniy bo'ladi. O'sha paytda ayollarini qizg'onib suzishi mumkin. Ko'payadigan paytda kirgizdirmaymiz. Ovqatini yeb bo'lgandan keyin tepada maysalar bor, shu maysalarni yeyish salqin bo'lgani uchun o'sha yoqqa ham chiqib ketadi. Bular asosan shu sovuqqa moslashgan hayvonlar bo'lgani uchun, yozda issiq bo'lgani uchun yozga basseynlarimiz bor. Basseynga suv ichgani, har xil hasharotlardan saqlash uchun, o'zini salqin tutish uchun maxsus basseynlarimiz qurilgan. Ya'ni loylarga dumalab, loylarga dumalaydi, o'zini salqin tutadi shunda. Tabiatda bug'ularning 50 dan ortiq turini uchratish mumkin. Ular rangi, ko'rinishi, shoxlarning tuzilishi katta-kichikligi bilan farq qiladi. Bug'ular fermasi nafaqat hayvonot dunyosi bilan tanishish imkonini beradi, balki ekoturizmni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yerga kelgan mehmonlar tabiat va inson o'rtasidagi nozik muvozanatni yanada chuqurroq anglab yetadilar. Bambi multfilmini ko'rganmisiz? Aynan o'shandagi xol-xol kiyiklar, mana shu kiyiklar bo'ladi. Endi to'g'ri, xos hollari ko'rinmayapti. Adashmasam 1 oy, 2 oydan keyin esa ular yunglarini yangilashadi va albatta ana shu bizning sevimli qahramonimiz Bambidagi ko'rinishga ega bo'lishadi. Ular bug'ulardan birozgina farq qiladi, ular birozgina yovvoyiroq. Xodimlar ham hayron qolishyapti, chunki bularni odatda o'sha panjara ortidan boqishardi. Sababi bular hurkak bo'lishadi, odamni ko'rish bilan qochib ketishardi. Mendan qochishmayapti, mehribonligimni bilishyapti. Kelinglar, kelinglar. Va aynan bu kiyiklar ham adashmasam 1 yilda bir marta shox tashishadi. Hozir esa mana tashlangan shoxlar terib kelinyapti. Bularning shoxlari esa birozgina boshqacharoq. Kelinglar, kelinglar. Mana hozirgina mana adashmasam yaqindagina shox tashyapti. Mana bu shoxlarni biz esdalik sifatida o'zimiz bilan olib ketamiz. Demak, mana ko'rib turganingizdek, ular shox tashlashgan, bu shox esa mana yaqindagina tashlangan. Birpasda ular bu shoxlarni tiklab olishadi. Bu yerda o'zingiz ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, hammasi erkak kiyiklar. Odatda erkak kiyiklarning shoxi bo'ladi. Bu yerning orasida mana shox yo'qlar ham bor-ku deyishingiz mumkin. Ular yaqindagina shox tashagan. Nima uchun bu yerda aynan erkak kiyiklar? Chunki ayol kiyiklar ular hozir tepaga, tog'ni orqa tarafiga o'tib ketishgan. Chunki ular adashmasam hozirgi paytda va 1 oydan keyin esa bolalash, ya'ni ko'payish mavsumida, shu sababli bunday mavsumda esa ular inson ko'zidan umuman birozgina panaroq joyda yurishadi va erkaklari esa bu yerda qorin g'amida yurishibdi. Sanga hech yetib kelmayapti-da. Bu hududning hayvonlar uchun maxsus qaraydigan boquvchilar bundan tashqari esa bo'ldi, qolmadi. Veterinarlar ham bor. Bu maskan ayniqsa bolajonlarning eng sevimli manzillaridan biriga aylangan. Kichkintoylar 10 ga yaqin hayvon turlarini yaqindan ko'rish, ularning harakatlarini kuzatish orqali tabiat olami bilan bevosita tanishish imkoniga ega bo'lishmoqda. Nimasi yoqdi bu yerda senga? Kaza bilan ot yoqdi. Kaza bilan ot, ya'ni echki bilan ot senga yoqdi. He. O'zi bu joyi nimani ko'rsatamiz deb sizlarni olib kelishdi? Nima deb olib kelishdi o'zi bu yoqqa? Ko'proq asosan kiyik. Ko'rmadinglarmi kiyikni? Ko'rdik. Yoqmadimi? Yoqdi. Shoxlari bor, ba'zilarida to'lqa quloqlari bor. Bolachasini ham ko'rdinglar? Ha. Kiyikka ovqat berdinglar? Ha. Biz kiyiklarga ovqat berdik. Quyonlarga ovqat berdik. Lekin men ovqatlanayotganimda ozgincha qo'rqdim. Otlar bilan uchmoqchi edikda,
soqat o'tib ketdi. Menga quyon yoqdi. Hayvonot bog'i bilan bu yerda farqi shundaki, bolalar bu yerda erkin yurishadi, bemalol maza qilib, tabiatni o'rganishadi, qo'lligi bilan ushlab ko'rishadi, hayvonlarni o'zini ko'zi bilan ko'radi. Kelganda biz ularga hoy tegma, hoy qilma demaymiz, o'zligi mazza qilib, bolalarchi biz ham bolaga o'xshab ular bilan kirishib ketamiz, ovqatlantirishadi, tabiatga bo'lgan mehri oshadi, hayvonlarga bo'lgan mehri oshadi. Hozir hamma televizor orqali ko'radi, lekin bu yerda jonli tabiat. Hozir mana kelib mazza qilib tabiat qo'ynida ovqatlanishdi, o'ynashdi, hayvonlar bilan birga suhbatlashdi, gaplashdi ular bilan. Mazza qilishdi, rohatlanishdi, aytishdiki, ota-ona bilan kelgan boshqa, jamoaviy bo'lib kelgan boshqa ekan. Bizdan yana olib kel, yana qayerga borasiz deb savol berishdi. Qoronko'lda joylashgan bug'ular fermasi faqatgina bug'ular bilan cheklanib qolmaydi. Bu yerda yana bir qator noyob va qiziqarli hayvonlar parvarish qilinmoqda. Bu yerda tuya qush, lama, tog' qoramoli, yak, tog' echkilari, poni, ot va hatto quyonlar, shuningdek alpakalar ham parvarish qilinadi. Turli iqlim va sharoitga moslashgan ushbu hayvonlar bir makonda jam bo'lgani fermaning o'ziga xosligini yanada oshiradi. Bunday xilma-xillik nafaqat sayyohlar uchun qiziqarli, balki hayvonlarni parvarishlash tajribasini boyitishda ham muhim ahamiyatga ega. Har bir turdagi hayvon uchun yaratilgan sharoitlar va alohida e'tibor ularning sog'lom o'sishi va ko'payishiga xizmat qilmoqda. Qo'limdagi jajjigina uloqchi aslida shu yerda tug'ilgan, lekin ularning kelib chiqishi esa Kameron echkilaridir va Kameron echkilari esa bu yerda erkin o'tlab yurishadi. Ular ham beozor jonzotlardan biri hisoblanadi. Bizning mahalliy echkilarga qaraganda bularning jussalari ko'rib turganingizdek ancha kichkina bo'ladi. Ular deyarli sut uchun boqilmaydi va shunchaki aynan sayyohlarni qiziqishini orttirish uchun hayvon turlarini ko'paytirish maqsadida aynan bu yerda ular boqiladi. Aslida fermaning ommalashishida ijtimoiy tarmoqlar ham katta rol o'ynamoqda. Mehmonlar tomonidan olingan yuzlab fotosuratlar va videolar internetda tez tarqalmoqda. Bug'ular, alpaka va tuyaqushlar xotiralar qahramoniga aylanmoqda. Shu faollik tufayli ferma qisqa vaqt ichida keng tanilgan brendga aylandi. U endilikda faqat dam olish maskani emas, balki inson va hayvonot dunyosi o'rtasida tabiiy, samimiy muloqotni ifoda etuvchi go'zallik va ezgulikka yo'g'rilgan makon sifatida ham e'tirof etilmoqda. Aynan bu ferma birinchi bug'ular bilan boshlangan bo'lsa, ayni damda boshqa turli jonzotlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni lamani va alpakalarni. Bir qarashdan ular bir-biriga o'xshashligi mumkin, lekin yaqindan qarasangiz, albatta ular bir-biridan tubdan farq qiladi. Odatda o'sha lamani bilasiz, o'sha yungi uchun, lekin ko'proq o'sha alpakalarni ham yungi uchun ko'proq boqiladi, parvarishlanadi. Lekin bu yerdagi asosiy maqsad esa bu emas, balki bu yerga kelgan sayyohlarni yanada qiziqtirish uchun, yanada ular o'z qo'llari bilan aynan nafaqat shu bug'ularga, kiyiklarga, balki o'sha alpakalarga ham ovqat berish uchun mana shunday kichkinagina bir tabiat qo'ynida hayvonot bog'i tashkil etilgan. Shundaymi? Ensa xotirma faqat, tuflama keyin, xo'pmi? Alpakalar tabiatan juda mehribon, beozor jonzotlar hisoblanadi va ular o'zi aslida Alp tog'larida ko'proq uchrashi mumkin. Bu esa unchalik baland bo'lmaydi. Bilasizmi, aynan mutaxassislarning ta'kidlashicha bo'yicha alpakalar bilan tabiat qo'ynida yolg'iz qolish bu stressingizni yengishga yordam berar ekan. Balkim alpakalar juda ham tabiatan og'ir, bosiq jonzot bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Odatda bular tog' qo'yniga, umuman tog' bag'rida yashashga juda ham yaxshi moslashgan. Shu sababli ular bu yerda go'yoki o'z uylarida bemalol yurgandek maza qilib yashashadi.
tog' hududida joylashgan ushbu hudud dengiz sathidan 1200 metr balandlikda. Shu sababli bu yerning havosi juda ham toza va aynan kelgan sayyohlar nafaqat hayvonlarni tomosha qilib bahramand bo'lishlari mumkin, balki butun bir borliq, deyarli borliq, tabiat kaftdek namoyon bo'ladigan mana shunday bir ajoyib manzaradan ham bahramand bo'lish imkoniyatlariga ega. Ha, darvoqe, sayyohlar uchun maxsus o'sha do'stlari bilan, oilasi bilan tashrif buyurgan dam oluvchilar uchun maxsus tapchanlar ham tashkil etilgan. Ertalab kelib bemalol o'zingiz xohlagan taomni pishirib, mazza qilib dam olishingiz mumkin. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang, tabiat qo'ynida mazza qilib dam oling. Qoronko'l tabiat, ekoturizm va zamonaviy yondashuv uyg'unlashgan noyob maskan sifatida tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda. Bu nafaqat iqtisodiy loyiha, balki tabiatni asrash, jamiyatni ekologik ongli qilish va turizmni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim yo'nalish hisoblanadi. Bu kabi maskanlar inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlash, yosh avlodni tabiatga mehr ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, shahar hayotidan uzoqlashib, tabiat bag'rida dam olish istagida bo'lganlar uchun Qoronko'l haqiqiy ekoturizm manziliga aylanmoqda. Sayohat insonni dunyoqarashini o'zgartiradi. Hayotga bo'lgan muhabbatini uyg'otadi. Bilasizmi? Yurtimizda juda ham ko'p boy tabiatga ega bo'lgan sayohat qilish uchun maskanlar bisyor. Biz esa ana shunday manzillarning biridamiz. Siz ham sayohat qiling va ko'rsatuvimiz davomida biz siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotni bera olgan bo'lsak, bundan benihoya shodmiz. Yana uchrashguncha omon bo'ling.